Komilxon Kattayev samarqandlik mashhur tarixchi, manbashunos va ziyoratgohlar tadqiqotchisi bo'lib, uning ilmiy faoliyati O'zbekiston tarixshunosligida muhim o'ringa ega. Olimning yoshligi shaharning Qoziqalon ko'chasida o'tgan. Umrining qariyb 50 yilini Moturidiy ta'limoti uning izdoshlari qabrini topishga bag'ishlagan Kattayev o'zi yashagan hovli yaqinidagi Chokardiza qabristonini ham yaqindan o'rgangan. Imom Moturidining qabrlari Chokardiza men yashaydigan hovlidan 100 metr uzoqlikda turadi, yaqinginamizda. Meni ota tomon bom tasavvuf ahlini oxirgi pirlardan Qotaxon Xo'ja Dahbedi, o'sha kishi meni sudrab olib borasizlar, qo'limdan tutib. Esimga bor, Hazrati Qori Ziyovaddin, bobom uchun hajr badal qilib kelganlar, Qori Ziyovaddin yonlaridagi bir ustozlari bilan Samarqandga kelganlarda bobom bilan Moturidiga olib borgandik. Olim shunday ta'rif beradi: ulug' ulamolar xokining ko'pligi bo'yicha dunyodagi hech bir qabriston Chokardizaga teng kela olmaydi. Chokardiza dunyodagi 3-o'rinda turadigan qabriston ekan. Shu Moturidi tufayli gapirilyapti bu gap. Asosan Imom Moturidi. Birinchi o'rinda Al-Boqiyadagi payg'ambarimizning Ravza-i Muboraklari va atrofidagi choryolar, sohiboy kiromlar bo'lsa, ikkinchi o'rinda Baytul Muqaddas, Yerusalimdagi payg'ambarlar maqbaralari. Uchinchi o'rinda qarangki, Samarqandda Chokardiza turar ekan. Yana boshqacha qilib aytganda, olimlar ko'milishi jihatdan dunyoda birinchi o'ringa turadi. Andak bundak olim emas, eng buyuk olimlar. Hozirgi gaplarimiz bilan buyuk akademiklar qabristoni desa bo'ladigan darajada. Olim Moturidiy va uning izdoshlarining dunyo islom olamiga qo'shgan buyuk hissasi tengsizligini aytadi. Imom Moturidiy islom ilmlarini birini shakllantirgan odam, ilmi kalom, ya'ni islom aqidasini tuzgan odam, shakllantirgan odam. Imom Moturidiy o'z davrida aqida, falsafa va mantiq sohalarida chuqur tahlillar olib borib, islom dinining aqliy va mantiqiy asoslarini mustahkamlagan. Uning ta'limoti musulmon olamida keng tarqalgan va bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Musulmon ummatining 4 ta mazhabi, ya'ni Hanafi, Maliki, Shofiy, Hanbali va Kalonda, e'tiqodda esa 2 ta, ya'ni Moturidiy va Imom Ash'ari mazhabidagilar Qur'on va sunnatdan chetga chiqmagan. Imom Moturidiyning hayoti izlanish, fikr va ruhiy poklikning naqshi. Uning merosi iymon va ilmni hamohang qiladigan ma'naviy kamolot manbaidir. Abu Nasr Moturidiy Ash'ari aqidalari sof islomiy falsafa mahsuli hisoblanadi. Bugungi kunda 1,9 milliardlik dunyo musulmonlarining 750 milliondan ortig'i Moturidiylik aqidaviylik yo'nalishiga mansub hisoblanadi. Hozirda buyuk mutafakkir Moturidiy qo'nim topgan Chokardiza qabristoni o'rnida joylashgan Moturidiy majmuasida 1,5 ming o'rinli masjid, ilmiy markaz, kutubxona, muzeydan iborat yirik markaz qurilishi boshlangan. 8 ta qabrni topdik. 8 ta bu 8ovlari ham Abu Hanifa mazhabini raisi. O'zingiz o'ylang. Indoneziyadan boshlab to Ispaniyaning Andaluziya viloyatigacha islom dini tarqalgan. O'sha darlarga eng katta mazhab Hanafiya mazhabi. Hanafiya mazhabida qarangki, raislari orqama-ketin Samarqandga tug'ilishadi. O'zbekistonga, Samarqandga markaz qilib olgan ular, ilm markazi, akademiya qilib olishgan markaz. Hatto arab davlatlari rashk qilishgan, nimaga buncha Samarqanddan chiqadi deb. O'zlarini ash'arilarni ko'tarib yorishdi. Afsuski bizning Moturidiylarda to Imom Abu Muyingacha 200 yil hech kim ko'tarmadi. Vaholanki bu kishi ahli sunna raisining birinchi raisi. Moturidiylik bag'rikenglik va ma'rifat ta'limotidir. Bugungi dunyodagi murakkab geosiyosiy vaziyat, axborot urushi va diniy mutassiblik xavfi sharoitida ana shunday sof va ilmga asoslangan ta'limotga ehtiyoj yanada ortib bormoqda. Samarqandda o'tkazilayotgan xalqaro ilmiy amaliy konferensiya ilm, ma'rifat va tinchlik sari tashlangan muhim qadamdir. Bu nafaqat ilmiy muloqot, balki islom dinining asl insonparvarlik va bag'rikenglik tushunchalari mohiyatini targ'ib qilishga qaratilgan tashabbusdir. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.